Bugün köpçülükə şu omurt kasallıklarda qandaq çağda önümlük davalashqa erişkili buldu, to'g'riliq azaraq so'zlab beray. Hamda to'rdoshlarım ko'rib turadi. Ham doktor xonimiz şu yaqinqi mezgilda mayli şu bel omurtqa bo'yin omurt taqsib bo'ldi deb chiqish olamdi, mayli so'ng tuberkuloz olamdi yoki so'ngning ichidagi o'sim kasalliklari olamdi. Mush to'g'ri davolashda shunda yaxshi natijaga erishadi. Hamda bu natijalarni erishishning bunda jarayon unda oson emas. Hamda keliblam o operatsiyani qalayimqan qilib qo'ysak, bu toza to'g'ri ish bo'lmaydi hamda. Hamda shu qanday chog'da, shu operatsiya qilish qanday chog'da operatsiya qilmaslik tanlaymiz degan chog'da bu operatsiya qilishning oldingi sharti cho'qim mush tekshirishda mush bel omurtqasi bo'yin omurtqasiniki masalan yoki so'ng tuberkulozning mush bel bo'yin omurtqasining his tekshirishda aniq mush kasallik bo'lish kerak. Birinchidan. Ikkinchidan bu kasalda cho'qim mushu hisininki chiqqan tekshirish bilan mushu kasallik ifodasi o'xshash bo'lish kerak. Ba'zi kasallarimizda mushu kasallik bo'ldi, lekin klinik ifodasi bo'lmaydi. Ba'zi bemorlarimizda klinik ifodasi bo'ldi, lekin hisini tekshirsak bunday kasal chiqmaydi. Bu ishga avvalda operatsiyani qilib qo'ysak, bemorlar bo'lgan ziyni sal cho'ngib qoldi. Cho'qim hisidami chiqish kerak, mush klinik ifodasi bo'lsa, andikin operatsiya qilsak, bu operatsiyaning unumi bir qadar yaxshi bo'ldi. Ko'pchilik mushun nuqtani aniq oydinlashtirasam bo'ldi. Masalan, so'raydiganlar 181 998 87 34 mush nomerni darqat masalan so'rasam bo'ldi.